Artık geldim. Men seni büyük ilmiy tajribamga chaqirdim. Bir ko'rishimga tayyorlanganman. Bu Danilyonku. Uni nima qildingiz? Sabr qil, tezda hammasini bilib olasan. Hozir suratga ol. Bu qanaqa? Ke. Men tayyorman. Xayrli oqshom. Men Dr. Brownman. Savdo markazi yonidagi mashina to'xtash joyidaman. Hozir 1985-yil 26 oktyabr shanba 1:15 da o'tdi. Men birinchi marta vaqt tajribasini o'tkazyapman. McFly. Bu yerda nima qilyapsan? Beef? Senga gapiryapman, McFly. Yerlar shortumshuq. Yigitlar, qalaysizlar? Uy vazifasini bajardingmi? Hali dushanbagacha borku ulgurarman degandim. Kalla ishlaydimi o'zi? O'ylab gapir. Uni ko'chirishimga vaqt kerakmi yo yo'qmi? Uy vazifamni seni yozuvingni topshirsam nima bo'lishini bilasanmi? Meni maktabdan haydashadi. Meni haydashlarini xohlamassan,